Men Abduvaliyev Akmal Abdurashidovich, oftalmologman. Bugun siz bilan bir qarashda oddiy ko'ringan, lekin asta-sekinlik bilan ko'pchilikning sog'lig'iga zarar yetkazadigan muammo haqida gaplashamiz. Kasallik o'zi nima? Biz hozirgi kunda kamida 5-7 soat ekran qarshisida vaqt o'tkazamiz. Ba'zilar kompyuter qarshisida, ba'zilar telefon qarshisida. Bu holatni normal deb qabul qilamiz, lekin aynan shu holat ko'zimizga yuklamani oshiradi va sekinlik bilan ko'rish faoliyati pasayib boradi. Kompyuter ko'rish sindromi bu ko'zni haddan tashqari zo'riqib ishlashi natijasida yuzaga keladigan holat. Bu sindromning belgilarini e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Buning natijasida ko'z quriydi, qichishadi, achishadi, qizaradi va ko'rish faoliyati pasayadi. Ba'zi holatlarda diqqat susayishi va bosh og'rig'i ham kuzatiladi. Bu holat bir kunda paydo bo'lmaydi, lekin yillar davomida asta-sekinlik bilan ko'rish faoliyatini buzadi. Ekran qarshisida ishlaganimizda ko'zimizni kamroq ochib yumamiz va ochiq holatda ko'p ekranga qarashga to'g'ri keladi va bu ko'zni qurishiga olib keladi. Bundan tashqari, monitor bilan masofa noto'g'riligi, yorug'likni haddan tashqari ortiqligi yoki kontrastning yomonligi va havo aylanishini yaxshi emasligi bu omillar ko'zni charchatadi va miyani zo'riqtiradi. Xavotirga hojat yo'q. Bu holatni oldini olish mumkin. Quyida sizga oftalmolog tavsiya qiladigan 5 ta qoidalarni sanab o'tamiz. 20-20-20 qoidasi. Har 20 minutda 20 soniya 20 fut uzoqlikka, ya'ni 6 metr uzoqlikka qarang. Har 2 soatda ko'zingizga dam bering. Monitor bilan ko'z oralig'ini to'g'ri tashkil qiling. Ish joyingizni yetarlicha yorug'lik bilan ta'minlang va ko'zlaringizga sun'iy ko'z yosh preparatlarini tomizib turishni unutmang. Bu oddiy qoidalarga amal qilsangiz, ko'zingiz ham sizga rahmat aytadi. Agar sizda bu belgilar bo'lsa, kechiktirmang. O'z vaqtidagi tekshiruv kelajakdagi ko'rish muammolarini oldini oladi. Bizning klinikamizda zamonaviy tekshiruv uskunalari, malakali oftalmologlar, havo harorati va yorug'likka mos salqin muhit. Yoz oylarida ko'zingizni ehtiyot qilish ayniqsa muhim. Ko'zlaringiz hayotingiz derazasi. Ularni asrang. Tekshiruvdan o'ting, maslahat oling. Bu sizni ko'rishdan mahrum qilmaydi.